Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan mana analizator orqali Season freonlarini 410, 134 hamda 404 freonlarini foizlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu albatta foydali bo'ladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Birinchisi Season 410 dan boshlaymiz. Bismillah. Plombalarda turibdi. Buni analizatorga ulaganimizdan keyin analizator o'zini 1,5 minut, ya'ni vaqt oladi kalibrovka qilib olish uchun. Ulab oldik. Ana endi 1,5 minut kalibrovkaga qo'yamiz. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu o'zini kalibrovka qilib bo'ldi. Biz endi bismillah deb freonni ochamiz. Ketdi. Freon ochildi, ya'ni mana shpris tortilyapti. Hop, boshlandi. Yana 1,5 minut bu test jarayoni ketadi. Boshlandi test jarayoni. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Va nihoyat mana 2 minut o'tdi. Hop, analiz qilib bo'ldi bu. Mana endi signal berdi. Hop, ko'rishlaringiz mumkin. Mana komponent 410 deyapti. Endi batafsilga bosamiz. Buni foizini chiqaramiz. Mana endi ko'rishlaringiz mumkin. R410 100%, ya'ni R32 bilan R125 aralashmasi bilan holni mana R410 100% chiqyapti. Endi buni ya'ni qog'ozga muhrlab qo'yamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Season 410 freonlarimiz 100% deb chiqdi. Shuning uchun qo'rqmasdan sizlarga aynan Season freonlarini tanlashlarini tavsiya etaman. Endigi navbatdagi freonimiz Season R134 freoni. Buni ham sizlar bilan birgalikda foizini tekshirib ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana ulab oldik. Analizatorimizni kalibrovkaga qo'yamiz, nollashga. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Bu o'zini, ya'ni kalibrovka qilib nolladi. Ana endi R134 freonimizni analiz qilishni boshlaymiz. Ochamiz. Ketdi mana. Season 134 imizni analiz jarayoni tugadi. Ana endi mana belgi berdi, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Bitta ko'rsating mana. Xo'p, bu Season firmasini R134 printerda ham R134 chiqyapti. Ana endi buni batafsil foizlarini ko'ramiz. R134 100%li 99.9% berilgan. Shunga Season freonlari javob beradi, ya'ni foizlari 100%ligiga. Ana endi buni ham muhrlab qog'ozga chiqarib olamiz. Mana R134 100%li. Bu aynan Season freonlari bo'ladi. Yana bizni kuzatib boring, navbatdagi freonlarimizni davom ettiramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, Season freonlarini kichkinasidan tortib katta balongacha 100% chiqadi. Shuning uchun ko'pchilik aytishdi, faqat katta balonni emas deyishganiga, mana 404 freonda aynan kichkina balonda, ya'ni sinab ko'ramiz. Buni ham sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Season freonlari kichkinadan tortib katta balongacha sifati 100%, ya'ni bir xil bo'ladi. Ana endi yana 2 daqiqaga kalibrovka, ya'ni nollashga, assistit qilishga qo'yib yuboramiz. Mana xudo xolasa kalibrovka, ya'ni tozalash jarayoni ketdi. Ana endi sizlar bilan 404 freonni, ya'ni kichkina balonchasida sinab ko'ramiz. Ketdi. Freon ochildi. Shpris qabul qilib olyapti. Orqaga qarab ketyapti. Mana bu yerdan analizatorda qarab freon yuradi. Hop, bismillah. Buni ham test jarayoni boshlandi. Mana pashti bo'lib qoldi. Bunimiz ham mana 120 sekund bo'ldi. Ana endi signal bersa, Season'da hozir 404 freonini. Hop, mana komponent 404A ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni batafsil buni foizini ko'rib o'tamiz. Bismillah. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Birinchida R404A, ya'ni 100%. Bular esa qo'shimcha 143, 125 va 134 aralashmalaridan hosil bo'lgan mana 100%li 404 freoni.
Hop, buni ham endi qog'ozga pechatlab chiqarib olib qo'yamiz. Hop, mana freonimiz ham mana 100% li chiqdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Sifatli narsa baribir sifatli akalar. Shuning uchun sizlarga men har doim aytib o'tganman, Xiaoson freonlari, ya'ni Dubaydan keladi. Shuning uchun sizlarga men har doim tavsiya etaman Xiaoson freonlaridan foydalanishingizni. Hurmatli mijozlar, ko'rishlaringiz mumkin, barcha freonlarimizni analizatordan o'tkazdik. Yana bir qiziq bir ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Bu Season freonlari ichida berilgan sof gazi to'liq chiqadi. 11 kilo 300 mi, 11 kilo 300 sof gazi chiqadi. Hop, 13 kilo 600, 2 kilo 700. Ya'ni men buni nimaga aytmoqchiman? Ayrim bir balonlarning tarasi, misol uchun 3,5 kilo bo'lsa, misol uchun yangi holatda taroziga tortib ko'ring, hamda bo'shagandan keyin bitta taroziga tortib tarasini ham ko'rishingiz mumkin. Aksariyat bular 3,5 kilo bo'ladi. Bir xilgi joylarda 4 kilogacha balonlar ham bo'ladi. Siz balki 400-500 grammdan har bitta baloningizdan yutqizayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Men endi kimnidir yomonlash maqsadida emas, shuni siz o'zingiz uchun bir qator tekshirib qo'ysangiz manfaatli bo'ladi. Bu Season freonlari o'sha aytib o'tganimdek to'liq o'zini berilgan veslari kelib chiqadi. Kimda kimga shunday sifatli freonlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar.